Çıqalayarmikin buni? Ye, 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 ye. Xaltam ne Nima o'ylabdi? bo'lyapti? Ha, ota. Topildingizmi? Jo'xi. Shundaymi? Endi siz chiqdingiz, semyani uyga borib turing. Hayyo, hammaga salom. Sizlar bilan Odiljon. Bugun biz o'ziga juda ham zo'r challenge qildik. Bekinmachoq. Bu katta bekinmachoq bo'ladi. Kim oxirida qolib ketsa, o'shanga 200 ming pul yutug'i. Bolalar hozir bekinishga men qidiraman. Ular mana bu sayyo bo'ylab bekinishgan. Limit faqat shot. Hozir men ularni qidirishim kerak. Qidiraman ham. Ular mana hozir chatda gaplashib o'tirishibdi. Limitlarni hammasini o'chirib qo'yganman. Boshladim. Hoppa. Boshlandim va endi qidirish bilmadi endi. Yana yo'q desa kerak. Xo'p. Nima nikani hammasini o'chirib qo'yaman. Topamiz. Semiga albatta kelinglar, biz qabul qilamiz. Bizda hali joylar ko'p. Mana semyani o'zi o'tgan videoda obzor qildim. Sizlar mana shu videoda layklarni ko'p yig'sanglar, men nurda qanaqa tez ko'tarilishni o'rgataman. Mana. Chiqamiz. Xo'p. Endi aylanamiz endi. Keyingi safar qattiq bekinmachoq qilaylik, aytinglar, kommentariyada yozinglar. Bizda joylar ko'p. Aytinglar. Mana o'zinglar kommentariyada aytsanglar, biz o'sha yerda bekinmachoq qilamiz, qanaqadir challenge o'ylab topamiz. O'sha yerda sizlar faqat like, podpiska bosib, bizani qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. 8-serverga kiringlar. Lokatimizni ko'rib olgansizlar, o'tgan videoda ham ko'rsatib o'tganman. Kelsanglar, qabul qilib, birga maza qilib o'ynaymiz. Çıqalayarmikin buni? Ye, 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 ye. Xaltam ne o'ylabdi? Nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Xafa bo'lish yo'q lekin. Mayli. Endi hozir bizda 5 kishimidi? 5 kishi edi. Men bilan hozir endi 3 kishi qoldi. Topishim kerak endi ularni ham. Kim edi? Ularni kim endi? To'xta. Kim edi bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Hani? Ye. Ye, kim edi bu? Ye ba. Yaşar Bey? Sağ ol. Ha, topildingizmi? Sizmisiz o'zi? Voy! Voy! Ye bile bu kim? Ye kim bu? Kim Yaşar Bey? Ye Abu.
qoldi? Abu nimalar qilib qo'ydingiz? Asilbek yutdi. Shepat. Abu o'zingizni sotib qo'ydingiz. Asilbek qayerda yozinglar? Kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr bolalar. Kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr. Yasharbek bering. Yasharbek bering endi prizni. Asilbek tushing yutdingiz. Siz yutdingiz Asilbek. Siz yutdingiz. Tushunmayapti bola. Siz yutdingiz. Bo'ldimi? Bo'ldi, ana ko'rib turibsizlar. O'zinglar ko'zinglar yonida berdik. Endi keyingi videoda xudo xolisa biz bundan ham katta zona qilib, sizlar faqat bizani qo'llab-quvvatlanglar. Bundan ham katta zona qilamiz. Bundan ham kattaroq priz qilamiz. O'shanga yana video chiqaramiz. Sizlar faqat bu videoda 30 ta like yig'inglar. Bizani qo'llab-quvvatlanglar. Telegram kanaliga albatta o'tib podpisatsiya bosib qo'yinglar. Biz kontentlarni ko'paytiramiz. Sizlar bizani qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.